ana 3 xonali uy bor olsan. Rahmat. Birovning oilasiga xush kelibsiz aka. Rahmat aka. Davom etsin inshaalloh. Har uyga borganingda bitta uy olsan, balki tez borib kelsan bo'lar ekan. Ya bizlar rasmga faqat o'sha maqsad chempion bo'lish, inshaalloh tarix qoldirish, qolgani o'zi bo'laveradi xolos. Inshaalloh. Ana dada keling. Xola. Onajon keling. Keling. Ha, tushib olsin. Ana kim oladi? Kimga qaraymiz? Menga. Farruh aka olyapsiz? Bo'rik, bo'rik. Tag'rimizda bo'lib, bu yoqqa qaraymiz. Aruzon bugun sport chiqib ketmaylik. Farruhga qarang. Qara, Farruh. Siz so'ramaymiz. Alo. Zo'r. Rahmat katta. Ularga topshirdik omonga. Murat aka rahmat. Lazish. Xo'p, aka, g'alabalar muborak bo'lsin. Davom etsin. Inshaalloh birinchi o'ringa chiqishni nasib qilsin. Amin. Duoda bo'lamiz, Xudo xolasa. Çok sizlarga ham kattakon rahmat. Gloris kompaniyasiga, rahbarlariga Alloh rozi bo'lsin. Amin. Xudo xolasa chempionlik darajasiga chiqqanimizda ham inshaalloh mana shunaqa birga bo'lishni Alloh nasib qilsin. Rahmat kattakon. Gloris Building aka chempionlarni doim qo'llab-quvvatlaydi. Inshaalloh. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Muborak bo'lsin. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Ket tush. Kelishsiz? Faoliyatimdagi eng qiyin janglardan bittasi bo'ldi-da mana shu. Ko'rdik. Chepon almashtiramiz. Shu. Yana cho'pon. Ha. Federatsiya qani o'zi? Man aka, man. Keling, mashqga oling. Hay. Oz. Zayniga kelib o'zi. Hamisha Allohim yaxshi kuningda shularda afzalini bersin. Amin. Allohu akbar. Aslan. Zavar olsam? Ha. Assalomu alaykum Ramazon aka. O'zbekistonga xush kelibsiz. Eson-omon. Jangingiz juda ham zo'r bo'ldi. Bu anchadan beri 3 raund urushmagan edingiz. Bu qanaqa hissiyot bo'ldi? Mana shu jang haqida gapirib bersangiz. Qanaqa udarkalaringiz chiqdi, qanaqadir o'xshamadi yoki nimadirlar o'xshadi shu haqida. Xo'p, bu jang men uchun o'sha eng qiyin janglardan bittasi bo'ldi. Sababi raqibim ham kuchli raqib edi, top 15 dagi. Top 12-o'rinda turardi. Bizlarni boshqacha taktika qilgandik. U taktikamiz jang vaqtida o'xshamay qoldi. Sababi old janglariga qarab taktika qilgandi, u boshqacha meni jangimda men bilan urushganda boshqacha jang ko'rsatdi. Birinchi raunddan keyin o'sha men o'sha Jasur aka trenerlarning maslahatiga kirib, muzokarani taktikani o'zgartirdim. O'sha boshida birinchi raundda o'zi hayolimda nokaut qilaman deb chiqdim. Ushlash qiyin bo'ldi, to'g'rirog'i. Juda boshqacha taktika qilganiga udarlarim chiqmadi, yaxshi o'xshamadi. Keyin ikkinchi raundda xuddi o'ziga o'xshab, o'zi menga ishlagandek taktika qildim. Alhamdulillah g'alaba berdi Alloh. O'sha ikkinchi raunddan keyin o'sha oyog'imdan jarohat oldim dedingiz. O'sha ko'proq oyoq zarbalari tepganingizda oldingizmi yoki boshqa? Yo'q, bunda o'sha jangimdan 10 kun oldin
men oyog'im qattiq travma oldi sparingda. Sakramentoda yo'qda Uriah Faber menejerimiz bor. O'sha zalida oyog'im travma oldi. O'sha oyog'imda travma bo'lganidan keyin yaxshi bo'lish qiyin bo'ldi. Biza boshqacha taktikalar ham qilgandik. O'sha oyog'im travma bo'lgani hisobiga o'zgartirdik. O'ng oyoq tepmasligim kerak edi boyga chiqqanimda. Keyin ikkinchi raundning boshida men o'ng oyoq tepib yubordim. Keyin o'sha travma joyim yana ochilib ketdi-da, qo'zg'alandi. Keyin o'sha 3-raundga kelganda oyog'imni bosishim qiyin bo'ldi. O'shaning hisobiga ham 3-raundda menda og'riq bo'lgani hisobiga charchash bo'ldi. 3 raund ko'p bo'y qilmagandim. Ko'p hamma janglarim o'sha 1-raund tugaganning hisobiga 3 raundlik bo'yda o'sha ozgina 3-raundda ozgina charchoq paydo bo'ldi menda. Endi bundan keyingi jangingizda o'sha 3 raundli janglarga kuchingizni sarflashga endi bundan keyin o'sha xudo xolasa bundan keyingi janglarimiz inshaalloh 3 raundli bo'lsa ham o'sha biz 3 raundli bo'yda chustet qildik. Bu jangimda juda zo'r tayyorlangandim. O'sha joyiga 3 mahalla trenirovka qildim. Chunki men uchun juda kerakli g'alaba edi. Jasur aka ham 1,5 oy oldin meni oldimga bordilar. O'sha trenirovkaga, podgotovkaga o'zlari qarab turdilar. Zo'r tayyorgarlik ko'rdim. O'sha 3 raund urushmaganning hisobiga ozgina o'sha menda charchoq bo'ldi, oyog'imda travma, o'sha bilan ozgina charchoq paydo bo'ldi. Xudo xolasa keyingi janglarimda bundan ham yaxshiroq, bundan ham qattiqroq xudo xolasa tayyorgarlik ko'raman. O'sha sizlarni jang oqshominglarda Manel Kappe bilan Asu Almabayev urishdi. Shunday. O'sha sizda hozir yuqorida yaxshi yigitlar bor. Tagir Ulanbekov anchadan beri jang qilmadi. O'sha bor, yana boshqalar bor. Sizga hozir qaysi raqiblar to'g'ri kelishi mumkin? Men to'g'risini aytsam, anaqaga mendan so'rashdi, UFC o'sha anaqalari, matchmakerlarga keyin anaqalar blogerlar yo'ldagi UFC-dagi. Men ularga aytdim, o'sha top 5 dan farqi menga. Bu yog'iga o'sha endi slabi bolalar yo'q, topda faqat hammasi kuchli bolalar. O'shanga qarab xudo xolasa biz ham yana ham kuchliroq tayyorlanamiz. Kimni berishda menga o'sha qizig'i yo'q, xudo xolasa. Sababini qilamiz, natijasi Allohdan. O'sha jangingizda sizda birinchi marta adashmasam o'sha UFC'da takedown bo'ldi. Shunaqa. O'sha qanaqa his qildingiz o'sha takedown? To'g'risi sizga aytyapman-ku, men o'sha trenerlarni eshitdim. Menga shunaqa zadaniya bo'ldi. Anaqaga proxod kirishing kerak degan. Jasur aka o'sha anaqani eshitdim, trenerlarni eshitdim. Proxod qildim men. Endi noqulay baribir Azbeyda jangiga savol bermoqchi edim. Endi noqulayni so'rash baribir mag'lubiyat bo'lib qoldi. Azbey o'sha jangda nimadir yetishmadimi? Oldingidaqa o'zini yaxshi his qilmadi. Oyoq zarbalari kam bo'ldi. Azizda hamma podgotovkalari, hamma narsa zo'r bo'ldi. Shu meni o'zim bilan bu yoqda men borganimda men bilan birga faqat qilishni boshladi. Jasur aka menga ham, Azizga ham birday o'sha mehr berib qarab faqat qildirdilar. Hammasi Allohdan ekan, qo'lidan kelgancha o'sha harakat qildi. O'zi ham xatolarni bildi, yana qayerda xatolari bor, anaqalari bor. Xudo xolasa bu jang Aziz uchun juda katta, xudo xolasa tajriba bo'ldi. Raqibi ham oddiy sopernik emas edi, to'g'risi. Xudo xolasa keyingi janglarda yana ham xudo xolasa inshaalloh chiroyli janglar ko'rsatadi. Azbeyda keyingi jang o'sha LFA ligada bo'ladimi yoki boshqa ligalarda? Hozir inshaalloh o'sha UFC matchmakerlari bilan gaplashgan. Jang yo'qdi. Ikkalasi ham ko'rsanglar bir-birini urib juda qattiq jang ko'rsatishdi. Xudo xolasa yoki LFAda yoki agar variant bo'lib qolsa Dynamite seriyada. Xudo xolasa inshaalloh hozir az Amerikaga qoldi. Yana bitta jang o'tkazib chiroyli inshaalloh u yoqdan shu UFCga kirib keyin qaytaman deb oldiga anaqa qo'ygan, maqsad qo'ygan. Xudo xolasa Azbeyga omad tilaymiz, sizga omad tilaymiz. Rahmat intervyu uchun.